Leksimizin devamı, hürmetli vatandaş. Endi bayağı sizlerge başta aytganimdek, ko'nglim g'ash alda buni eg'izga aldim. Vatandaş endi bu leksiyaning bir qismidan xabar topsiz. Qolganlariga yana keyin aytilatin. Vaqt qarab kerak qolgan qismini anglitishimiz mumkin sizlarga. Bu leksiyaning mavzusi mundaq. Angliya hukumati parlamentning Uyg'uristonda, ya'ni Shinjongda irqiy qirg'inchilik yuz beryapti deb bekitganligini qabul qilishni rad qildi. Yoki shundoq deb bekitishni talab qilganligini taklif berganligini rad qildi. Mavzuli xabar 11-oyning 16-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Angliya hukumati parlamenti tashqi munosabatlar komitetining, ya'ni parlament Tuvan palata tashqi munosabatlar komitetining Uyg'uristonning kishilik huquq ahvolini irqiy qirg'inchilikda bekitish va e'lon qilish to'g'risida bergan taklifini qabul qilishni rad qildi. Parlament taklif beryapti, Angliyada hukumat rad qilyapti. Ham Uyg'uristondan paxta import qilishni cheklashni talab qilganda buning ham qo'shilmadi. Hamda mundaq dedi: bir G'arb davlatining yangi bir taklifi asosiy qurilish plani xalqaro o'lchamga uyg'un o'xshashla bir nafar parlament a'zosining o'zi maslahatchi bo'lgan bir shirkatga mablag' solganligi va bu shirkatning Uyg'uristonda nazorat qilishga munosabatlik uskunalarni ishlab chiqaradigan shirkat ekanligi bayqaldi. Angliya hukumati Shinjong, ya'ni Uyg'uriston to'g'risidagi bir parcha dokladga javob qaytarib, izchil siyosatimizga asoslanganda Jungo Uyg'uristonda irq yo'qdir siyosiy yo'lga qo'yyapti degan gapni e'tirof qilmaymiz. Angliya parlamenti Tuvan palatasi tashqi ishlar komiteti bu yil 7-oyda Uyg'uristonning kishilik huquq ahvoli to'g'risida doklad tayyorlab 36 turli taklif berdi. Xudo yana san madad bersin Angliya parlamenti. Yanılı medet versin. Allah'ın sana yanılı medet dileyimiz Angliya parlamenti. Bu komitet yakshanba günü, yani 11-oyning 14-kuni Angliya hukumatinin cevabını e'lon qildi hamda doirlar bu bir qancha turli taklifga qarshi turdi deb ko'rsatdi. Qarang, 15-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida yuqori darajaliklar suhbati boshlanadi. 14-kuni, 15-, 16-kunida mushu kunlarda Angliya parlamenti va Angliya hukumatining o'rtasidagi Uyg'uriston Uyg'ur masalasi to'g'risida takliflar va buning o'rtaga chiqishi, buni hukumatdan qabul qilmasligi. Acaba mushundaq vaqtga to'g'ri kelibdi yo vatandoshim? Uyg'urim. Tuvan palata bu yıl 4-oyda çeklimisiz bir kanun loyiha ma'qullab, Jungo Uyg'uristonda Shinjongda irq yo'qdir siyosiy yo'l qo'ydi deb bekitdi. Angliya hukumati bu komitetning dokladiga javob qaytarganda mundaq ko'rsatdi: kuchli paketlar Uyg'uristonda keng ko'lamlik va sistemlik kishilik huquq masalasi mavjud. Jungo buning mas'ul bo'lishi kerak ekanligini ko'rsatdi. Jungo buning mas'ul bo'lishi kerak, lekin Angliya hukumatining izchil siyosati irq yo'qotishni jazmlashtirmaslik, balki xalqaro jamiyatda qonun, adliyalik, ishonchlik bir taraf qilinishi lozim dedi.
Demek Angliya hükümeti bu teklifni xalqaro jamiyatga kitladi. Qonunluq, adliyelik bir tertip bo'yicha bartaraf qilinish lozim, hukm qilinish lozim dedi. Demek Angliya hükümeti o'zi parlament boshqacha aktif, Angliya hükümeti o'zi irqiy Xitoy. Xitoy Uyg'uristonda irqiy Xitoy siyosatini yo'lga qo'ydi deb bekitishni rad qildi. Bu komite taklif berib bunday ko'rsatgan. Yani Tüven Palata Angliya taklif berib, Tashqi munosabatlar komiteti bunday ko'rsatgan. Angliya majburiy emgak bilan ishlab chiqarildi deb qaralgan Uyg'uriston paxtasini import qilishni to'xtatishni o'ylashdi. Angliya hukumati bunday dedi, navbatda aloqador Jungo mahsulotlarini import qilishni cheklash planimiz yo'q. Lekin xalqaro sheriklarimiz bilan birlikda majburiy emgakka chetilib qolmaslik kapolat berishni taklif qilamiz. Angliya hukumati yana bunday ko'rsatdi. 7 davlat guruhining taxama chiroyli dunyo qurish asosiy qurilish plani, xalqaro emgak huquq maslahat, kechiringlar, xalqaro emgak huquq manfaatlariga uyg'un muhit asrash, ochiq oshkora bo'lish qatorliq o'lchamlarga uyg'un dunyoni taxmi go'zal qilib qurib chiqish bu yil 6-oyda o'ttirib qo'yildi va Jungoning bir yo'l bir belbog' tashabbusiga qarshi turadigan yangi bir nishon deb qaraldi. Bu dunyoni güzel bir dünya qilib qurib chiqish. Leksiyalarimiz tugadi vatandosh. Endi tuvanda vaziyat va muhokama 2 jumlada yoki 5 jumlada.